Assalamu alaykum. Qanday yaxshi bo'lsa salomat bo'lsin inshaalloh. Men bugun bu ekmek pishirish mashinamninki 6-programmasi. Ya'ni ko'rganinglardek 6-si kek pishirish debdi. Mana kekninkini qilmayman, ammo men buningda bizning Uyg'ur baqqalini sinab boqmoqchi, ya'ni mikser yordamsiz, ya'ni qo'l chalg'ich ishlatmay qilib boqmoqchi. Mishadimi debdi 6-nimada suv, yumurta, suv, tuxum, shakar, sıvı yağ, yani normal yağ. Ondan keyin un, qazirma yağ debdi. Biroqlam sap qo'ydik-miz, 2,5 soatda pishidi debdi. Men buni mikser ishlatmay hamma malzemani saplanma g'uzib qo'yib, qilib boqmoqchi, barabar qilib boqaylik inshaalloh. Baqalining o'lchimim ostindagi qismida bor, yana qayta takrorlab o'taman. Oldi bilan bunga men 3 tal tuxumimni soldim. Andan keyin bir su bardog'idan ozroq eksik shakar. Ko'rganinglardek, yani o'xshash miqdorda bir su bardoq biraz eksik, yani biraz az yig'im bor. Andan keyin bir choy stakani hasilim bor. Buni bir to'kay. Mana men hozir yong'oqni, unni, shakarni, hasalni, undan 2,5 stakan qo'llandim. 2,5 stakan un qo'ydim. Andan keyin yong'oqimni qo'ydim, kabartma tuzimni soldim, hamma malzemani soldim. Men buni videoni etib qildim debdim. Men bu sap bo'lganchigimda tashlab qolibdi. Ya'ni 3 tal yumurta, 3 tal tuxum, 1 stakan shakar, suv stakani, 1 stakan sumay, 1 suv stakani, 1 su bardoq sumay. Andan keyin bir çay bardağı bal, yani bir çay stakani şeker, hasal. Andan keyin 2,5 su stakan, 2,5 su bardağı un, muvafiq miqdorda yong'oq. Andan keyin bir paket kabartma tuzu qo'ydim, hamma malzemalarni ko'rganinglarda qo'yib bo'ldim. Hech qanday mikser ishlatmadim. Men sizlarga video qilib gap qilyapman deb video qildim debdim, amaliyotda video ochilmabdi. Men gapni qilaveribdim-a. Lekin qayta qilish postim bo'lmadi. Keyin elotib qilg'ili bo'lmay qoldi, shuning uchun. Undaq bo'lsa men to'q chatqanaman, bu yerda 1-programma keldi. Men buni 6-programma qo'dillayman. 2 3 4 5 6. Mana 6-programma keldi. Men 180 da pishiraman. Men o'ttirdagi qismi 180 qo'dil keldi. Mana bu yerdan gradusni tanishlaylar. Birinchisi 160, o'ttirdagi 180, uchinchisi 200. Men 180 da pishirdim. Oldi bilan 180 udulib oldik. Mana bu yerdan besib nimasini udullig'i bo'ldi. Hozir 180 udulib zaten. Andan keyin starni bosdim. O'zim mengib ketdi. 2,5 soat deydi. 2 soat 20 minut deydi. 2 soat 20 minutdan keyin echib qarab boqaylik. Ko'rganimdek hozir 6 minut bo'ldi dahi. Ichini ko'rsatdim, o'shalar o'zi aralashtirgan deb o'yladim. Ko'rganlar sel ko'pgan holda bo'ldi. Men mikser qo'llanmadim, ko'ringlar. Qag'ini pishib boqsin qani. Bir yarım saat qoldi. Yani asosan 1 soat aralashtirdi. 1,5 soat qolgan chog'da to'xtadi. Endi mana bu sharoitda aralashtirib bo'ldi. Pishirish bosqichiga o'tib ketdi. Agar bu holatda sizlar oraliqda tüpüge yong'oq chachaman desanlarmi, kunduz chachaman desanlarmi, ya'ni suvsam yoki ceviz qaysini istasanlar chechib etsanlar bo'ladi. Men ozroq shakl bo'lsin uchun suvsam chechib etaman. Men oq kunjutlar, qora kunjutni hammani aralashtirib ekanman. Shunga men shuni chechiveraman, hech vaqasi yo'q. Ziyon yo'q. Endi pishsin. Qo'yib ketsin hamda. Saqlaymiz pishishini. Biraz katib qo'ydig'im 1,5 soat qolgan vaqtda sizlarda bu mashinada chit degan bir ovoz keladi. Kelgandan keyin sizlar ustiga men o'sha nimani chachqanda, kunduz chachqanda chechib, andan keyin buni besib, starnimizni besib tursanglar. Mana boshqa yanadi, boshqa yangandan keyin bu yerdan biz 19-pishirma deganni tanlaymiz.
Eğer o kadar 180'de pişiriversen sel köp gidişi mümkün. Şuna 18 19 men 19'da 30 minut. Men 200 gradus kudurladım. 200 gradus pişirmeyim. Men kalır deyirəm ki yerden tanlap. Mana bu 160 geldi. 160 men 180. Mana oturga kelip start tugmasına bastım. Mana 30 minutdan keyin pişkan altını görürüz. Mana bir yerde pişirme degan yerde zaten bizge köküstüp koyaptı. Belki köydonlarımı bilmeymen. Mana. Mesela 30 minut 180'ler pişirip baksa. Bu aslında reçellerinin pişirmemizin boludu. Reçel kılgan vaqtlarda men bunu muşun işletip bakay dep oyladım. Kurap bakaylık qanchalik boldu. Lekin mening mana köpük chiqibdi. Mening videom sal uzrab qoldi. Nemishqa chunki sizlarga tafsirli qilish uchun balki erishni o'ylaganlar bo'lishi mumkin yoki tushunish masalan qanday deb uni bilishni o'ylaganlar bo'lishi mumkin. Shunga qildim. 19 pishirma degan programmaga kelgandan keyin biz baqalini 180 da pishirdim. Bu yerden 30 minut deb chiqadi. Sizlar bu soatning belgisidan yuqoriga qilib 50 minut qudursanlar normal pishadi. Shuning uchun soatni o'zinglar yuqori tuyan qila olasizlar. Bu holatda uzrab qoldi videom to'g'ri tushunasizlar chunki tafsir qilish uchun. Mana bu pishib chiqdi. Mana bu holatda bo'ldi ko'rganinglardek. Men o'tganda ko'rsatgan qiziq bo'lsa shuning bilan ko'tarib olamiz deb sizlarga degandim. Yoki quzg'ishini saqlasanglar bo'ldi yoki shuning bilan qisib olsanglar bo'ldi. Mana bizning baqqollarimiz ko'rganinglardek. Mana bu holatda. Endi men bir to'kay buni. Qiziq bo'lganligi uchun men lunga ishlatdim. Pakiz lunga temiz. Gördünler. Bu halde kolay. Hatta ki bu halde sizler kök isteyim. Bu halde pişirip çıktı. Bunu ben bir kök kesip alayım. Şimdi biz bunu kesip bakaydı. İçi qanday bo'ldi, ko'rib bakaydı içine. Ko'rdinglarmi? Mana. Bu holatda bizning baqqalarimiz bo'ldi. Mana. Ko'rganinglardek. Qarasi yangaqliq. Mana. Yine başka ben videonu uzattım çünkü sizlerge yaxshi tushundirish uchun. İnşallah yine başka nimalar bu so'zlar bo'ladi. Qaranglar arasına shunchalik yaxshi chiqdi. Bunu men kiysa yazır. Qiziq bo'lganlik uchun ta'sir qilib qoldi menga nisbatan. Üstüge yağ qilsanglar belkiroq paydo chiqadi. Men bilmadim. Bizning mikserga ehtiyojimiz yo'q holatda, o'sha holatda bizning ichi cevizli, desharsa susamli bir Uyg'ur baqqolisi hazır oldu. Mana. Hakikaten belki yeyishlik.